Assalomu alaykum podpисчиклар, krasavchiklar. Biz aytgan joyga keldik. O'sha sizlarga mashhur bo'lgan Surxondaryo viloyati Termiz shahridagi Alpomish o'yingohiga keldik. Futbolistlarda oldiga keldik. Mana yosh kelajaklarimiz oldiga. Assalomu alaykum Farruh aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Uzr, bir minut vaqtingizni olaman. Albatta. Shu sportchilar uchun har bir sportdan bitta sportchilar uchun bitta forma abishat qilgan edim. Nasib bo'lsa mana shu kam bo'lsa ham shu ukamizni bugun tug'ilgan kuni ekan. Kam bo'lsa ham tabriklaymiz. Bundanda kuchli bo'ling. Sizlar ham bundanda kuchli bo'linglar. Bundanda sovg'alar holi ko'p bo'ladi. Ko'ngil tushirmash kerak. Faqat oldinga olg'a. Farruh aka, Rahmat sog' uchun. Bugun Dinamo jamoasida Tavallud Tayyom bor. Feruzjon Zokirov o'zini 10 yoshini qabul qilyapti. Rahmat sizga ham. Keyingi jahon chempionatida sizlar